Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani G'ilon qishlog'idamiz. O'zbekiston Respublikasida eng baland nuqta, O'zbekistonda eng baland nuqta Hazrat Sulton cho'qqisi 4643 metr deydi, lekin mahalliy aholi o'sha Hazrat Sulton cho'qqisiga chiqqan, ko'rgan unday emas deyilyapti. Hozir mana bu qora tog' mana ko'rinib turibdi. Ertaga shu yerga chiqmoqchimiz. Mana bulut nima bo'lib turibdi? Bulut qoplab turibdi. Savol tug'ilyapti-da. Hazrat Sulton cho'qqisi O'zbekistondagi eng baland nuqtamikan? Men shubham bor-da. Qanday mutaxassislar bormi shu ish bilan shug'ullanayotgan? Mana shu qora tog' deydi. Shuni bir o'lchab javob qaytara olarmikan? Qiziqarli bo'ladi-da. Bu Hazrat Sulton cho'qqisidan baland deyilyapti. Mana bulut bilan qoplab qolgan. Ko'rinmaydi tepaligi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani G'ilon qishlog'iga taklif qilamiz. Hamma qashqadaryoliklar nomidan kelinglar, dam olinglar. Qora tog' shu O'zbekistondagi baland nuqta. Hazrat Sulton cho'qqisi emas, Hazrat Sulton cho'qqisi bunday baland emas.